Ayol kishi puti yalang'och holatda namoz o'qisa durustmi? Fatvo berguvchi ikkaramning ustozi Fozil ulamo Abdulaziz ibn Baz rahimahulloh. Javob: ko'pchilik ulamolarning qarshida ayol kishining namozda putini yo'gishi vojib. Buning dalili Sunan Abu Dawud'dagi tuvandagi hadisdir. Mu'minlarning onasi Ummu Salama radhiyallohu anhadan ayol kishi lichak va ko'nglik bilan namoz o'qisa bo'lamdi deb so'ralganda, ko'ngliki putining dumbisini yepib turadigan bo'lsa o'qisa bo'ldi deb javob bergan. Abu Dawud 640-numurli hadis. Bu hadisdan ayol kishi nomahram er kishi bor joyda putini yopgandek namozdami putini yopmaganligi bilinishidir. Ayol kishining namozda putini yepishi kerakligi qabul qilinadigan qarash bo'lib, bu ko'pchilik olimlarning qarshidir. Alloma ibn Baz Nurun alad darb fatvolar to'plami 7-jild 256-bet. Alloma ibn Baz rahimahulloh boshqa bir fatvosida puti ochiq namoz o'qishning durust bo'lmaydiganligining hukmini bilmasdan puti ochiq holda namoz o'qib qolgan ayol shu holatda o'qigan namozlarining qazosini qilmaydi degan. Mujtahidlar fatvolar blogidan elindi.